Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan bugun Reykober qishlog'imizda bo'ldi. Yomon xabar tarqaldi. Temirchi Toshpo'lat akani olmoslari yo'qoldi. Bizga esa olmosini topib ber deb iltimos qilishyapti bolalar. Biz ularni olmoslarini qishloqdagi odamlardan qidiramiz. Xo'sh bolalar, biz qishloqdagi hamma uylarni tintib yo'q qilib chiqamiz. Olmoslarni topmagunimizcha. Qishloqlarni tintib chiqamiz, hammasida bo'lish kerak. Bu o'g'ri bizga noma'lum emas. Bu qishloqdagi odamlardan biri o'g'irlagan. Ya'ni kim bilmadim. Azammi yoki Behruzjonmi, kim? Ular ishonaman, lekin ular yaxshi qishloq odamlari menga tekinga ovqatlar berib turishadi, mehmon qilishadi. Men ularga ishonaman. Meni shubham shu Komil judayam menga nisbatan judayam yomon muomalada bo'ladi. Lekin Komilni ham ayblamayman. Endi Komil ham yaxshi bola, ham odam. Reykober nima gap? Yaxshi, rahmat aka. Qandaysiz? Bola, cho'ta olmos chiqmayapti-ku. Nima qilamiz endi? Qattan qidiramiz. Boshim qotib qoldi. Olmosim yo'qoldi deb kecha uxlatmagan meni. Shuning uchun boshim aylanyapti sal. Nima bu? Bunkermi? Balkim bunkerda nimadir bordir. Men juda ham qiziqaman. Hozir uyimga shunchaki keta olmayman. Bunkerga tushmasdan. Barib tushib ko'raman. Komil, Isqirt bilardim uyda nimadir borligini. Men uyga yaqinlashsam, meni uyga kirgizmaydi Isqirt. Na ovqat beradi, na sut beradi. Yo, sigir suti. Noto'g'ri tushunmaylar haydir. Tushib ko'raman, hamma narsasini ko'raman bunkerdagi. Bitta narsa ham qolmaydi, titib chiqaman. Olmos topmagunimcha. Qani 1 2 3 baribir kiraman, men juda ham qiziqdi. Wow, olmosli bunker. Wow, blin, olmosli bunker. Wow, blin. Wow. O'ylab o'tirmasdan olmosli karavotda uxlardim. Barib kayfi boshqacha ekan. Isqirt vachcha shuncha o'g'irlagan olmoslariga bunker qurib tashabdi. Maraz. Shuncha blok ketgan. Nima deysizlar, qazib yetsammigina? Apani nimaga sandig'i qara, shuncha olmos ortib qolgan. Isqirt vachcha, men bundan qasos olaman, Maraz, Komil. Isqirt. Bu yerda men Komil tushadimi deb 1 soat kutdim, lekin u temirchiligini hisobga olgan bo'lsak, u temir ertotdi yoki nimadir yasotdi. Shuning uchun bu yerda o'tirgan mazgini tezlashtirib men keysani qaranglar, tepaga chiqishga ham yo'lni o'ylab qo'ygan, narvon qilib. Men ham endi narvonda chiqaman, nima qilaman, to'g'rimi? Uzoq yillik ancha tanaffusdan so'ng narvonlarni qo'yib tepaga chiqib oldim. Shunda ham zo'rg'a chiqdim. O'sha aura minus bo'lib ketdi. Eslicho, lekin o'g'rini topdim, to'g'rimi? Albatta like bosib qo'ying shu uchun va obuna bo'ling. Men esa Toshpo'lat akaga bu xabarni yetkazaman. Undan oldin Komilga ko'rsatib qo'yaman, Maraz. Reykober, uyimda nima qilyapti? Kim ruxsat berdi senga? Gazyolcha, kim ruxsat berdi senga? Maraz, nimaga qishloqdagi olmosdan o'g'irlading?
Endi buni jazosi qattiq bo'ladi. Buni jazosi o'lim. Ha 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 ha. Bechora, yosh ketdi. Nu mayli. Endi olmoslarni olib Toshpo'lat akaga beramiz va Toshpo'lat akaning reaksiyasini ko'ramiz. Ha ha. Qani, let's go. Va bizni eng kulminatsion joyimiz Toshpo'lat akaga almazlarni qaytarib berish ssenasi qoldi. Va ular reaksiyasini ko'ramiz. Rekober, nima bo'ldi? Hech qanaqa narsa topamadingmi? Hatto bitta topamadingmi? Toshpo'lat aka, men hamma olmoslarni hisobdim. Faqat qolganlari blok shaklida bo'ladi. Mana hammasi deyarli. Yo'q, biriga top, hammasi top kelsa deyarli. Bolalar, nimaga haligacha mashqgacha kuzatib o'tirib, like bosmadingiz, obuna bo'lmadingiz? Rekober like obuna bo'lishga arzimaydimi? Like bosing va obuna bo'ling.